Hormanglar, bo'sh bolalar bormi? Men bo'lib qoldim aka. Yuvib beraman. Ukajon yaxshilab bagajlar bilan yuvib berasiz. Bo'ldi, bo'ldi. Va aytgancha, uylanganmisiz? Ha? Mana shu Elaro bebini o'zim olib kiraman sizga. Rahmat. Men. Ha, yaltiratib yuboribsiz-da. Bugun jentel degaysiz-da, kamtarlik qilib. Qarang, jigar, sizga yana Elaro bebi taglaridan olib keldim. Bu yapon texnologiyasi, Amerika xomashyotidan foydalanib, Xitoyda ishlab chiqariladi. Chetlari osilib qolib, suvni chiqarib yuborib yoki allergiya berib yubormaydi. Sizga. Rahmat. Ketaveraymi? Ha, tayyor. Bolalar. Aka, mashinangiz tashqariga olib chiqib qo'ydi bolalar. Yo'q, mashinamni ko'rdim, har doimgidek toza yuvilgan. Men G'ulomjonni qidirib o'tdim. G'ulomgacha xos telefon bo'lib qoldi, kirib ketdi ichkariga. Mashina berib qo'ya olasizmi unda? Qarang, xafa bo'lmang-ku. Birovga yaxshilik qilaman deb qo'lni ortib qo'ymayapsizmi? Nega? G'ulomjon 3 yildan beri farzandli bo'la olmayapti. Nimaga men mashina so'ramadim? Nimaga? O'zingizni ayblamang. Sizni ham niyatingiz to'g'ri bo'lgan-ku. Insonmiz-ku, hammamiz xato qilamiz. Mayli, uzr aka. Sizcha bularni olib keting-da. Shu kungacha bergan hamma tagliklaringiz skladda turibdi. Boldiga tez olib berishadi. Bo'ldi, srochni olib ketaman. G'ulomni har qaraganda ko'ngli og'rimasin deyman-da. Xo'p. Xo'jayin. Tabriklar. Nima? Yaqinda farzandli bo'laman. Gap yo'q. Qancha kutding bu kunni bilasanmi? Gapirmang. Ana aka bor bo'lsin. Yillarni tashlab ketadilar har kelganlarda. 4 oyligini yig'ib qo'yganman. Kelmadilarmi o'zlari bugun? Ketdilar. Hamma anaqadan buyruq olib ketdilar hammasini, tagliklarni. Nima olib ketadilar? Sen anaqa bo'lmayapti-ku, o'shanga berib yubordim, nima qilasan shunchasini dedimda. Bizni nima berib yuborasiz? Oy, qayerdan bilaman, yetmading-ku, sen to'xtab turing, men yengil bo'lar ekan, nima deysiz? Qayerdan bilaman, xotirim ichida bo'layotganini.